Meni tug'ilgan kunimda akam qanaqasiga xafa bo'ladilar? Nega meni tug'ilgan kunim bo'lmaydi-yu, Sinopga bo'ladi? Shu biz bilmagan bitta ishlar bilan yurgandir. O'g'lingizni yoshligidan bilasiz. Juda ham sirli bola. Shunchaki tug'ilgan kuni bilan tabriklagan ekan. Yolg'on. Ozgina ishlar. O'zimdan ketsam nima qilasiz? Anul ko'chadagi dushmanlaringizga o'xshab meni ham o'ldirib yuborasizmi? Ha? Nima deyapsan o'zingni o'zing, ha? Og'zingni yum, senga hali hech kim so'z bermadi. Ko'chada birorta muammoing yo'qmi? Yo'q, mendan muammo nima qiladi? Qarzing yo'qmi? Menimcha bunaqa deb o'ylamayman. Chunki bizni hech kim ko'rgani yo'q-ku. Qayerdan bilasan? Xo'p, ko'rgan bo'lsa ham biz Moskvada edik-ku. Bugun men qizingiz bilan gaplashay, sizga javobini aytaman. Maylimi? Menga javobini aytish shart emas. Ayt. Nigohlarim o'siz yig'laydi, orzulardan kechib bo'lmaydi. Kechdim dunyo dardidan, sendan kechib bo'lmaydi. Nigohlarim o'siz yig'laydi, orzulardan kechib bo'lmaydi. Kechdim dunyo dardidan, sendan kechib bo'lmaydi. Salom alaykum sevgi, go'yo o'shanda orzu, mana ko'rishdik qayg'u, nahotki sevgimiz bu. Salom alaykum sevgi, go'yo o'shanda orzu, mana ko'rishdik qayg'u, nahotki sevgimiz bu. Anvar aka! Anvar aka! Anvar aka! Anvar aka, sizga nima bo'ldi? Ko'zingizni oching, Anvar aka! Ey Xudoyim, qo'rqitmang! Anvar aka, ko'zingizni oching! Yo, Anvar aka! Anvar aka, ko'zingizni oching! Judayam jonga tegdingiz-ku, a? Kecha uyimda edingiz. Endi darvozamning yonida turibsiz. Men seni endi tinch qo'ymayman. Nima bu yerda turibsiz? Yana nima gapingiz bor menda? Shu, seni ishxonangga borib qo'yaman. Men ishxonaga ketmayapman. Qayerga ketyapsan unda? Ishingiz bo'lmasin. Yur, olib borib qo'yaman. Mototsiklingizga o'tirganim bo'lsin, mayli. Faqat meni o'sha kungi joyga olib borasiz. Qaysi joyga? Bir tepalikka olib chiquvdingiz-ku, o'sha yo'lga. Ha, esladim. Tinchlikmi? Nima, yana baqirib yig'lamoqchimisan deyman-a? Shunaqa desa ham bo'ladi. Keyin meni sizlaganingiz ma'qul. Sansirashingizga ko'nika olmayapman. Mayli, sizlasangiz sizlaymiz-da, xonim. Axir siz oq suyak bo'lsangiz. Hech qachon meni oq suyakligimni yuzimga solmang. Men oq suyak emasman, tushundingizmi? Uzr, tushundim. Ketdikmi? Ketdik. Dirikmisiz? Anvar aka, dirikmisiz? Super. Hozir.
Qani marhamat, yoqimli ishtaha. Menga qara. Sen shunday qarab turaverasanmi? Voy, nima qipti? Yeyvering. Sizni ovqatlanishingizni tomosha qilish menga yoqadi. Ayniqsa, ovqat mo'ylovlaringizga yopishib qolganda, shundoq artib qo'yish yoqadi. Oling, yeb oling. Menga qara. Nima, seni boshqa qiladigan ishing yo'qmi? Yo'q. Boshqa qiladigan ishim yo'q. Iye. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oo, somsalar. Yana bormi? Yo'q. Boshqa yo'q. İlyos, ma. Menikini yo'q. Rahmat. Yo'q. O'zingiz yeyishingiz kerak. Buni ataylab siz uchun pishirganman. Nega Ilyos yerkan? Men buni pishirgancha qancha vaqt yo'qotdim. Hay, oling. Oxirigacha o'zingiz yeb qo'ying, xo'p? Xo'p. Shart emas Ilyos yeyishi. İlyos, tushunmadim. Sen yeding nima, men yedim nima? Aka, sizga bir gap aytsam, xafa bo'lmaysizmi? Yo'q. Qayerga ketayotganimizni ham aytganingiz yo'q. Bir joyga boramiz. Seni qishlog'ingga boradigan sovchilar masalasini hal qilishimiz kerak. Ishqilib uyingizga bormaymizmi? Yo'q, uyga bormaymiz. Xavotir olma. Meni bir jonajon ammam borlar. O'sha ammamning oldilariga boramiz. U kishiga tushuntirib ko'raman. To'g'ri, ko'nishlari oson bo'lmasligi mumkin. Lekin ko'ndiraman. Men bormay qo'ya qolay. Janjalli ish bo'lmasin yana. Ammo sochim yulib ketsalar nima qilaman? Hech kim sochingga yopishmaydi, qo'rqma. Men o'sha yerda bo'laman. To'g'ri, ammamning xarakterlari shunaqaroq. Lekin bundan boshqa ilojimiz yo'q. Tushunarli. Baribir menga uylanmoqchi bo'libsiz-da. Men fikringizdan qaytdingiz deb o'ylagandim. Yo'q, fikrimdan qaytganim yo'q. Men bir so'zli erkakman. So'zimdan qaytgan kunim o'lganim. Tushunarli. Mayli, ketdik unda. Eshitaman. Xo'jayin bezda qilmadimmi? Yo'q, gapirur. Kuyovingiz hozirgina o'sha fohisha bilan mashinaga o'tirib ketishdi. Sen qayerdasan o'zi? Men o'sha joydaman. Ular ketishdi, sen o'sha yerda qolding, to'g'rimi? Ha? Ahmoq. Nima qilib turibsan u yoqda? Tez orqasidan bor. Xo'p bo'ladi, xo'jayin. Qayerga borsa, orqasidan bor. Keyin menga aytasan qayerga borganini. Xo'p bo'ladi. Bu somsani yemang. Nega? Nega yemas ekanman? Bu somsa o'qitilgan. Issiq sovuq qilingan. Astag'firulloh. Nimalar deyapsan, İlyos? Mana o'zi isbotlab ketdi. Nimaga meni yeyishimga yo'l qo'ymayapti? Nimaga aynan shu somsani siz yeyishingizni xohlayapti? Aka, ishonavering, bu somsa o'qitilgan.
Mana shu somsani yesangiz, ertaga ertalab o'rningizdan turishingiz bilan Sharofat opani sevib qolasiz. Hey! U uchun sevdim, kuydim deb uyg'onasiz. Menga qara, agarda sen shu somsani yesang, senga ta'sir qilmaydimi? Yo'q, menga ta'sir qilmaydi. Lekin siz yesangiz, sizga aniq ta'sir qiladi. Chunki bu somsa siz uchun o'qitilgan. Ha, haligi unday bo'lsa, sen yo'qa. Rahmat aka. Men sizni o'yladim. Siz uchun yemoqchiman shu somsalarni. Ha, ol. Nimaga xolangizni kafega chaqirdingiz? Ha, uylariga bormaganimiz ma'qul. Savollar ko'payadi. Yana bitta savol bermoqchiman. Xo'p, To'yimizdan keyin nima bo'ladi? tushunmadim. To'yimizdan keyin birga yashaymizmi demoqchiman. Tushunarli. Demak, birga yashamas ekanmiz. Birga yashaymiz albatta. Men seni baxtli qilishga harakat qilaman. Qo'limdan kelgancha. O'zim baxtsiz bo'ldimmi, hech bo'lmasa seni baxtli qilay. Buning uchun qo'limdan nima kelsa, hammasini bajo keltiraman. Ha, faqat to'yimizdan keyin, xo'p? Tushundim. Shama qilish shart emas, yosh bo'lamasman-ku. Yo'q, sen yosh bolasan. To'g'ri, qiladigan ishing yosh bolalarniki emas, lekin beg'ubor qizsan. Faqat buni o'zing bilmaysan-da. To'ydan keyin hammasi yaxshi bo'ladi, xavotir olma. Ammam keldilar. Assalomu alaykum amajon. Yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Jiyanim, tinchmisan? Ishlaring joyidami? Rahmat. Assalomu alaykum. O'tiring amma, keling. Yaxshimisiz amma? Ahvollaring yaxshimi, jiyan? Rahmat, Xudoga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Men yaxshiman, rahmat. Yaxshi keldingizmi? Shoshma Layli. Nima qilmoqchisan? Xavotir olmang. Men o'zini joniga qasd qiladigan ahmoq emasman. Ha, lekin bir marta shunaqa qilganding. O'sha payt ahmoq bo'lganman. Bu yerga nega keldik o'zi? Hammadan uzoq bo'lish uchun. Hamma narsadan, muammolardan. Lekin siz xalaqit qilyapsiz. Uzr. Bo'ldi. Gapirmadim. Endi bemalol yolg'izlikdan bahramand bo'laver. Sen juda ham go'zalsan. Nima? Sen juda ham chiroylisan deyman. Yana boshladingizmi? Uzr. Bo'ldi, boshqa gapirmayman. Seni-chi o'g'irlab ketgim kelyapti. Nima? Xo'sh, qayoqqa? Seni mana shu miyangdagi xayollardan uzoqroqqa. Bu qo'lingizdan keladimi? Keladi. Meni nafaqat miyamdagi, balki yuragimdagi tuyg'ulardan ham uzoqroqqa olib ketish kerak. Meni qutqarishga kuchingiz yetadi? Yetadi. Balki Xudo meni shuning uchun jo'natgandir. Bo'ldi, endi gapirmang iltimos. Xo'sh, meni hech so'ramasding, ha yo'qlamasding, hattoki telefon ham qilmasding. Nega meni so'rab qolding?
Amma senga faqat yordami tekkandagina kerak bo'larkanda. Amma avvalambor sizni bu qiz bilan tanishtiray. Men bu qizni kimligini juda yaxshi bilaman. Bilsangiz yaxshi. Xo'sh. Meni nimaga chaqirding? Shuni gapir. Ammajon, men uchun bir yaxshilik qilishingiz kerak. Agar bu yaxshilik menga yoqmasa, meni majburlamaysan, bilasan-a? Men baribir jiyan. Dadang tarafman. Sen tomonda emasman. Bilaman amma, bilaman. Amma lekin esingizdan chiqmasin. Siz meni ikkinchi onamsiz. Agar meni muammolarimni o'z onam hal qila olmasa, shunda kim hal qiladi? Aytingchi. Nima, sen bola meni qo'rqityapsanmi? Qo'rqmang amma. Hech qanaqa qo'rqadigan joyi yo'q. Shunchaki suvchilikka borishingiz kerak. Sovchilikka? Ha, sovchilikka. Axir, sen bu qizga uylanib bo'lgansan-ku. Yo yana boshqasiga uylanmoqchimisan? Yo'q amma, boshqasi yo'q. Keyin men bu qizga hali uylanganim yo'q. To'g'risini aytsam, dadam bilan oyimni aldagandim. Men hali unga uylanganim yo'q. Lekin amma, meni bor umidim sizdan. Iltimos, shuni qishlog'iga sovchilikka borib bering. Tavba. Bularda ham or-nomus degan narsa bo'lar-kanda. Men boshqa chidolmayman Anvar aka. O'tir. Tashqarida kutib turaman sizni. O'tir dedim senga. O'tir joyingga. Xo'sh amma, nima deysiz? Borasizmi? Xo'jayin mumkinmi? Bezovta qilmadimmi? Gapiraver. Ular kafega kirib ketishdi. Kafega? Ha. Keyin sen bu yerga kelding. Ha, o'tirmayman-ku yerda, xo'jayin. Bu gaping ham to'g'ri. Nimadir qilish kerak, O'ktam. U haddidan oshib ketyapti. Meni mashitim og'riyapti. Meni mashitim. Alamimni kimdan olishni bilmayapman. Kimdandir alamimni olishim kerak, tushundingmi? Yaxshisi men uni o'zidan alamimni olishim kerak. Buning uchun ana fohisha bilan gaplashib olishim kerak. To'g'ri aytasiz, xo'jayin. Uni o'zidan olishingiz kerak. Uning uchun nima qilish kerak? Uni yaxshilab kuzatish kerak. Tushundim, xo'jayin. Tushungan bo'lsang bo'ldi, O'ktam. Bor. Nimadir bo'lsa menga telefon qilasan. Xo'p bo'ladi. Nima yo'naqa bo'lyapti? Nimaga asabiylashyapman? Nima bo'lyapti o'zi? Bo'ldi, tushiring, charchadim. Tushirmayman. Tushiring deyapman. Tushirmayman. Shuncha odam bor axir. Hozir seni tushirsam, qochib ketasan. Qochib ketmayman. Va'da berasanmi? Va'da beraman. Tushiring. Endi qarang, men-ku qochib ketmayman. Siz qochib ketsangiz men nima qilaman? Quvlab orqamdan kelasan. Nima endi sizni quvlab yurishim kerakmi? Ha. Lekin bizni bir narsa ajratishi mumkin. Nima ekan? O'lim. O'lim. Ha.
bizni boshqa hech narsa ajrata olmaydi. Shunaqa. O'lim. O'lim ajratadi dermidilar. Bo'lishi mumkin emas. Bu aqlga sig'maydi. Layli. Bilaman. Sen qiynalyapsan. Chunki bu azob menga ham tanish. Sevgan insondan ayrilgan odam dunyolarga sig'may qoladi aslida. Lekin men senga o'sha yo'qotgan baxtingni qaytarib bera olaman. Va'da beraman. Iltimos, menga imkon ber. Xurshida xola. Xurshida xola. Xurshida xola. Xurshida xola. Xurshida xola. Voy. Xurshida xola. Voy. Xurshida xola. Xurshida xola, o'zingizga keling. Nima bo'ldi sizga? Voy xudoyim. Alo? Alo, tez yordam. Assalomu alaykum dadasi. Alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Nega bu yerda o'tiribsiz? Kamron uydami? Kamron hozirgina ko'chaga chiqib ketdi. Tushunarli. Hozir sizga choy damlab beraman. Dadasi, hammasi joyidami ish qilib? Joyida. Lekin sen bilan gaplashib oladigan gap bor. O'g'lingni sal tergab turmasak bo'lmaydi-ku, onasi. Nega unaqa deyapsiz? Bironta nojo'ya ish qildimi? Hozircha qilgani yo'q. Lekin bu turishda albatta qiladi. Onasi, men uni tergab turaman. Sen ham qattiq qo'l bo'l. O'g'lingni erkalatib yorma, xo'pmi? Xo'p. Biron bir narsa sezadigan bo'lsang, darrov menga xabar qil. Ish qilib bironta karomat ko'rsatmadimi o'g'lingiz? Yo'q. Hammasi joyida, xavotir olma. Lekin biz bu narsalarni oldin olishimiz kerak. Tushundingmi? Xo'p. Bor, joyingni damla. Ma. Chupa-chupsmi? Ha? Ma ola qol. Rahmat. Yoqdimi? Bir gap aytaymi? Ha. Bugungi kun hisobida menga yoqqan narsa mana shu. Mana bu boshqa gap. Seni endi tushuna boshlayapman. Bitta chupa-chups sovg'a qildim. Endi seni tushunyapman deyish bu xato? Yo'q, rosti. Men ahmoq dabdabaga urg'u bergan ekanman. Tushunmadim. Hech narsa. E'tibor berma. O'zingizda ham bormi? Ha, bor. Hozir. Alo. Eshitaman. Assalomu alaykum. Laylaxon, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kim bu? Bu men Xurshida onani qo'shnisiman. Ha, Xurshida ona yaxshimilar? Tinchlikmi ish qilib? Esizdami, siz menga Xurshida onaga nimadir bo'lsa qo'ng'iroq qiling degandingiz. Esimda. U kishidan xabar olgani kelgandim. Kesam hushlaridan ketib yiqilib yotgan ekanlar.
Tez yordamga qo'ng'iroq qildim. Ular kelib ketishdi, lekin ahvollari unchalik ham yaxshi emas. Voy o'lmasam. Men hozir yetib boraman, xo'pmi? Faqat sal uzoqroq dedim. Uzoqroqdaman deysizmi? Ha, shunaqa. Hozir yetib boraman. Mayli, men shu yerda bo'lib turaman. Xo'p. Bo'pti. Kutaman. Mayli, rahmat. Tinchlikmi? Tez shaharga borishimiz kerak. Faqat tez borishimiz kerak. Bo'ldi, yura qol. Eshitaman. Anvarjon, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ha, onaxon yaxshilami? Ish qilib biror korhol bo'lmadimi? Shunga qo'ng'iroq qilayotgandim-da. Kelsam behush yotgan ekanlar. Shunga bir kelib xabar olib keta olmaysizmi? Albatta, hozir boraman. Rahmat, tezroq keling. Qayoqqa, tinchlikmi? Onaxonni toblari qochib qopti. Shunga tez bormasam bo'lmaydi. Ha, mayli. Meni unda shu yerga tashlab keting. Nega? O'zi shunchaki. Men nima qilaman u yerda? Agar ammingiz rozi bo'lsalar, qishloqqa ketishga tayyorgarlik ko'rardim. Xo'p, mayli. Majnun, nimalarni boshlayapsiz o'zi? Hammasi joyida. Sen borib tayyorgarligingni ko'raver. Keyin gaplashamiz. Yaxshi. Durdona. Yaxshimisiz? Farruh aka, nima qilib yuribsiz? Esing joyidami? Bu nima deganing? Nima qilib yurardim? Sen ortingdan kelyapman. Men qara, nega har doim yuradigan yo'lingda emas, boshqa yo'ldan ketyapsan? Shu yerdan yurgim keldi. Nima qilibdi? Durdona, men seni tushunmayapman. O'zgarib qolganingni o'zing ham sezyapsanmi? Hech ham o'zgarganim yo'q. Men o'shaman. Hech ham o'sha emassan. Telefonlarimga javob bermayapsan. 5-6 marta qo'ng'iroq qilganimdan keyin zo'rg'a ko'taryapsan. O'shanda ham yonimda odam bor deb o'chirib qo'yapsan. Bu nima qilganing? Shunaqa bo'lyapti-da, nima qilay? Nima oldin bunaqa qilmasmidim? Eshit, xullas, gap nimadaligini menga hozir aytasan. Hech qanaqa gap yo'q, Farruh aka. Yo, Durdon, sen bilan ochiqcha gaplashib olaylik. Yoki mana shu yerda to'xtataylik. Nimani? Munosabatlarimizni. Mayli, o'zingiz bilasiz. Tushunmadim. Durdona, Munosabatlarimizni to'xtatmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz bilasiz deyapman. Boshqa qizlarga o'xshab sevgi uchun o'lib, yig'lab yuradigan qizlardan emasman. Ayniqsa opamga o'xshab. Sog' bo'ling. Durdona. Hey, mo'ylovlaringizdan, hey. Qomatlaringizdan o'zim o'rgilay. Biram ko'rkam yigitday. Opa, nimalar deyapsiz? Uyalmaysizmi? Ha, to'g'risida. Tavba. Qara, anu seni Ilyosingga o'xshab qiltir emas. Voy. Gavdasini qara. Polkovniklarga o'xshaydi. Bu odam o'zi aslida polkovnikmi, generalmi bo'lish kerak edi. Turklargami, armanlargami o'xshaydi, qara. Qaramayman. Men sizni o'sha razzog'ingizga qaramoqchi emasman. Meni boshqa qiladigan ishlarim juda ham ko'p. Keyin siz shu razzog'ingizni meni Ilyos akamga teng qilmang, xo'p? He, nima sen Ilyos deyverasan? Men hech narsa demayman-ku. Nima? Yoki faqat siz sevasizmi? Biz ham sevaylik. Nima, mumkin emasmi? Bas qiling. Undan ko'ra yuring, menga yordam bering. Anovi Dildora yana qaytib kelayotgan ekan. Voy, qaytayotgan ekanmi? Ha. Seni bayramona kunlaring tugabdi-de, a? Ha, shuni aytayapman-da. Endigina men o'siz mazza qilib yashayotgandim. Yaxshisi,
O'sha yalmog'izning xonalarini to'g'rilashimga menga yordam bering. Bo'la qoling, yuring. Hey, bo'ylaringizdan o'zim mayig'im. Uy. Mayli, yaxshi boring. Nima? Men ham kiraman. Siz kirishingiz shart emas. O'zim kiraveraman. Biror yordam kerak bo'lsa-chi? Yordam kerak bo'lsa, o'zim sizga qo'ng'iroq qilaman. Siz ketavering, xo'p? Lekin Layli, Xo'p deng endi, ketavering. Aytishdi-ku, tez yordam kelib ketdi deb. Menimcha hammasi yaxshi. Men shunchaki kirib, yo'llarda bo'lmasam bo'lmaydi. Siz esa yaxshi boring, xo'p? Mayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ahvollari yaxshimi? Hozir dam olyaptilar. Menimcha boyagidan yaxshiroq. Nima bo'ldi o'zi? Shu qarichilikmi, nima deysiz endi? Menimcha yana qon bosimlari ko'tarilgan. Ha, shunaqa deng. Mayli, siz ketavering. Men shu yerda bo'laman. Voy, singiljonim, yordam kerak bo'lsa bemalol chaqiravering, xo'p? Xo'p, rahmat. Sizga ham rahmat. Xudo shifo bersin. Kelinglar, xizmat. biz bilan borishingiz kerak. Qayerga? Borganda bilasiz. Qani yuring. Shoshmanglar. Hech bo'lmasa kiyim almashtirib chiqing, maylimi? Bo'lmaydi. Menga qara ikkoving. Qanaqa erkaksanlar o'zi? Nima, bitta qizga zo'ravonlik qilmoqchimisanlar hozir? Xo'sh, meni ko'zim oldiga bormoqchimisanlar? Bor, o'sha akangga ayt. Kerak bo'lsa o'zim topib olaman. Bu gaplaringiz-chi, borib o'ziga aytasiz. Qani yuring. Ketdik. Yuring, ketdik. Shoshmanglar, shoshmanglar. Nima, rostdan ham menga zo'ravonlik qilmoqchimisanlar? Iltimos, jahlimizni chiqarmang. Kuch ishlatishga majbur qilmang. Ey, qo'y bor. O'zim boraman. Tohir hali kelmadimi? Yo'q, kelganlari yo'q. Menga qara. Sen bir ish qil. Opamni olganda o'sha qiz uyiga yana boringlar. Endi Tohir o'sha qizga uylanmaguncha qo'ymaydi shekilli. Do'konga ham kel, ishla deb rosa majburlayapman. Kelmayapti. Fikri xayoli o'sha qizda. Balki o'sha qizga uylangandan keyin ro'zg'or tashvishi boshiga tushib, sal mas'uliyatli bo'lib qolarmidi? To'g'ri o'ylabsiz, dadasi. Lekin to'ydan keyin ukangiz bu yerda yashamoqchi emas. Nima? Nega bu yerda yashamoqchi emas? Endi aytaman-da, to'ydan keyin alohida yashamoqchi. Nima, har holda yangi kelin kuyov bo'ladi. Ularni tushunsa ham bo'ladi, dadasi. Sen biror nima demadingmi ish qilib? Voy, men nima deyman, dadasi? Ajoyibsiz-a? Unda sen aytganimni qil. Opam bilan borib kel. Xo'p. Xo'pmi? Borib kelaman. Faqat bu safar ish pishirib kelinglar. O'tgan safar ham qizimizni ko'ndiringlar deyishgandi. Bu safar nima qilamiz? Qiz ha demay ko'nib qoladi. Tohir shuncha harakatni nima uchun qilyapti? O'sha qizni ko'ndirish uchun qilyapti-ku. Manaman degan qizlaring men ukamni ko'rganda o'zini tapa tashiydi. Voy, voy. Bunaqa kelishgan bola qayerda bor? Rosa ukangizni yaxshi ko'rasiz-a? Oling, choy sovmasin. Qani olinglar. Sen qalay?
O'qishlaring yaxshimi? Yaxshi. Baholarchi? 5 hammasi. Durdona nimagadir o'zgarib qolgan. Haqiqiy maqsadingni bilib qolgandir-da. Qanaqa maqsad? Ha nima? O'zing aytganding-ku. Pul uchun uylanyapman deb. O'shani bilib qolgandir-da. Yo'q, buni faqat senga aytgandim. Yo'q, sen aytdingmi? Jinnimisan? Men nimaga aytaman? Xo'p, meni qo'y. O'zingda nima yangiliklar, gaplar? Yaqinda boja bo'lamiz. Yo'q, Ha. ko'ndirdingmi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Menimcha ko'ngan. Faqat tan olgisi kelmayapti. Otdan tushsa ham egardan tushmaydiganlarga o'xshaydi. Boylarning hayoti shunday. Nima deysan, o'rtoq? Lekin men Durdonani o'ylayapman. Qiz bola shu darajada ham o'zgarishini tasavvur qila olmagandim. Balki boshqasini sevib qolgandir. Nima? Kimni ham sevardi? Men turishimni qaragin. Menday yigitni tashlab kimni sevadi? Bittaman u Toshkentda. Yo'q. Balki sendan ham zo'rlari bordir, og'ayni. Xo'sh, nima deysan? U aniq boshqasini sevib qolgan. Menga ishonaver. Jin ursin, Durdon, nima bo'lyapti senga? Jinni bo'lyapsan. Axir opangni eri-ku. Bo'lajak eri bo'lsa. Aqlingni yig'i, Durdon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Amaki, siz bilan gaplashib olsak bo'ladimi? Ha. Mayli. Keling, o'tiring. Nima gap, qizim? Bilasiz, Razzoq amaki, hamma sirlarimni faqat sizga aytaman. Xo'sh. Yana meni noto'g'ri tushunmasangiz, bir sirimni aytmoqchi edim. Mayli, qizim, gapiraver. Negadirchi shu oxirgi kunlarda g'alati bo'lib ketyapman. Mana bu yerim yonyapti. Ichimga sig'mayapman, nafasim qisib ketyapti. Bilmayman, uzoq-uzoqlarga qochib ketkim kelyapti. Nega kulasiz? Qizim, ulg'ayapsan. Ulg'ayapsan, qizim. Bo'ying yetyapti. Bu unaqa qo'rqinchli narsa emas. Sen ko'p o'ylama. Bu ham o'tib ketadi. Shunaqa deb o'ylaysizmi? Ha, bu holat hammamizdan o'tgan. Mendan, otangdan, onangdan ham o'tgan. Senda ham hozir shunday bo'lyapti. Boshqa savoling yo'qmi, qizim? Yo'q, yo'q. Unda men bora qolay, xo'p? Sen yaxshi o'tirgin. Xo'p. Ona? Ona! Oyjon. Sizga nima bo'ldi? Bola? Keldingmi? Keldim oyjon. Ahvolingiz yaxshimi? Hozir sizni shifoxonaga olib boraman. Yo'q. Shart emas, bola. Doktorlar kelib ketishdi, ukol qilishdi. Hozir ancha yaxshiman, bola. Endi nima deysan, bola? Bu yoqqa qarichilikda. Yo'q, onajon. Sizni o'zim davolataman. Ha, o'zingizdan o'zingiz yiqilmaysiz-ku. Qo'rqib ketdingmi, bola? Qo'rqib ketdim. Yaxshimisiz o'zi? Ha, men yaxshiman. Kimdir kelgandek bo'ldi sendan oldin. Ha, qo'shnilar bo'lsa kerak, ona. Ha. Men endi o'zim sizga qarayman. O'zim oldingizda bo'laman. Nimadir kerakmi? Biror nima yegiz kelyaptimi? Yo'q, bolam. Hamma narsa bor, hammasi joyida, bolam.
Sen xotir olma bolam. Hech tinch o'tirmaysiz ona. Hovlilarga chiqib yurgansizda kamida. Endi bolam. Mana shu qonim sal yursin deyman-da. Hey bolam, bir joyda o'tiraversam ham bo'lmaydi. Xo'p, oyi. Lekin bundan keyin ehtiyot bo'ling-da. Men xavotir olaman, bilasiz. Xo'p, bolam. Ha, bolam. Layli bundan xabar topmasin. U keyin xavotir olib yuradi, xo'pmi? U qayerdan ham xabar topardi, oyijon? Endi aytaman-da. Bechora qiz. Sendan ham ko'ra ko'proq kelib, mendan xabar olib turibdi. Rostdanmi? Ha, bolam, rostdan. Qayerdaman? Men qayerdaman? Kim bor? Bu nima qilganinglar? Qo'yvoringlar! Qo'yvoring! Yordam beringlar! Kim bor? Baqirma, Qo'yvor meni! Nimaga meni bog'lab qo'yding? Qo'yvor iltimos! Iltimos menga tegmanglar! Iltimos tegmanglar! Sekin, Qayerda ekan? Uyini oldan olib keldik. Kozim aka! Kozim aka, iltimos! Iltimos menga tegmang, Kozim aka, iltimos! Kozim aka, iltimos, meni qo'yvoringlar! Nima qilmoqchisiz, Kozim aka? Kozim aka, iltimos! Iltimos menga tegmang! Kozim aka! Kozim aka, pichoqni joyiga qo'ying. Kozim aka, nima bo'lyapti sizga? Men seni ogohlantiruvdim. Esingdami? Yo'q. Seni shunchaki so'yvorish senga yengil jazo bo'ladi. Yo'q, Kozim aka. Kozim aka, iltimos. Unaqa qilmang, Kozim aka, iltimos. Men bu yo'ldan qaytganman, Kozim aka, iltimos. Kozim aka, iltimos. Kozim aka, iltimos. Sen ketaver. Men o'zim qarayman. Bilmasangiz bilib oling. Sizdan oldin men kelganman. Meni yaxshi klinikam bor. O'zimniki. Tug'ilgan kunimga dadam sovg'a qilganlar. Xohlasangiz sizni olib borib, yaxshi mutaxassislarga ko'rsataman. Mayli Tohirjon, meni opam kutib qolgandir. Men borishim kerak. Balki men ham borarman-a? Yo'q, bu safar biz o'zimiz boramiz. Keyin dadamni uyga olib keldim. Yana ichibdilarmi? Ha, dumalab yotgan ekanlar. Nimaga o'zi bunaqa bo'ldi? Nega hammasi teskarisiga ketyapti? Axir siz menga va'da bergandingiz. Uyalmaysanmi yosh narsa? O'sha kelgan sovchilar bugun yana kelishyapti. Bugun uzil kesil hal qilishar ekan.
Seni kayfing oshib qoldi. Qo'y. Ichaman. Ya, bo'ldi qilgan xotin. Ichaman, tushundingizmi? Kayfing oshib qolibdi deyapman. Endi meni to'xtata olmaysiz.